Şavatimizda günden güne yangiliklar ko'payib boradir. Xudo xolasa bugungi yangilikimiz Shavat guruhining yanında bo'ladi. Hamma biladi, avvalgi Oram 2 kafeni hamma biladi. Endi Oram 2 kafe ertandan boshlab Shukur kafe deb ish faoliyatini boshlayapti. Xudo xolasa ertaga betda 100% ishga tushadi ekan. Hammangizni Shukur kafega taklif qilamiz. Endi bo'lsa bo'lsin, xalqqa bo'lsin deb turib, Shukur kafeda xalqimiz uchun zo'r yangilik qilayotgan ekanlar. Hozir shu yangilik haqida görüp çıkamiz, qani getdik. Xudo shukr aka, avvalam boshlanishlaringiz o'ng'indan bo'lsin. Qani endi xalq uchun nov yangilik aytamiz endi. Endi xalqimiz uchun xalqimiz o'ylagan holda kimda-kim agar shu katta zalimizda banket beradigan bo'lsa, banket, yubiley, sunnat to'y, qizg'in va hokazo. Agar shunday tashkillarni bizlar ishonib topshiradigan bo'lsalar, endilikda bizlar xalqimiz o'ylagan holda hofizimizni besplatniy shundaylar podarkasini keladi, yeb ichgan narsasini pul to'laydi bo'lgani, boshqa narsasini pul olmaydi. Hofizi mut. Hofizi mut. Jonli ijro. Jonli ijro beradi. Yine do'stlar, buning yangilik hali boshqa yerda yo'q do'stlar. Quri kelasalar o'tirib, qarindosh to'g'onlar bilan yeb ichib, lazzatli dam olib kelasalar. Bir vaqtning o'zida ish o'rinchalam sig'adi shu zala? Bir vaqtning o'zida biz olimizda 120 kishini qabul etib beramiz. 120 kishi normal menimcha shu yubiley, yosh to'ylarga zo'r ish mo'ljallangan. O'zida kolonkalari usultiri ham, mo'maji o'zida konditsionerlar ham bor. Har yoqda yana konditsionerlar ham bor. Bu zingana bo'lib turibdi. Xudo xolasa kelasalardan ish o'rda bemalol yubiley tashkillarini berib, orqaga yeb ichsangiz bo'ladi. Undan tashqari keyin novokatlar bor bu yerda endi. Hozir ovqatlarga kiradigan bo'lsak, ebitimiz uchun домашний palov, golubsi, manti, osma sho'rva, lag'mon, suyuqi, quyuqi shunday ovqatlarimizni tashkillashtirganmiz. Yecha keladigan bo'lsa, baliq ham bor. Yecha keladigan bo'lsak, sho'r kabob, qaymoq kabob, go'sht say, diz, yurak bag'ir, ko'tan zigirik, yevropeyskiy ovqatlar, milliy ovqatlar, hamma ovqatlarimiz bor. Bunda universal ekanda? Universal ber. Ham milliy, ham Yevropa, Uyg'ur. Uchisi bir yerga yig'nalgan. Yine dostlar, zakaz berasizlar, etken zakazlarınızı tayyorlab beradi o'zlari, to'g'rimi? Yana bir narsani aytib o'tayim. Bizda domashniy xo'rozdan xalosat chiqqan bil, xalosa saryaga. Domashniy xo'rozdan. O, yine. Uylanmagan xo'rozlardan ajoyib aytib. Piostridan bor. U lakka degan narsani zakaz bilan aytib beramiz. Ha, zakaz berib qo'ysa eldindan. Qarang, sazanni bahasi kelib o'tirib yeydigan bo'lsa 75 ming so'mdan. Agar saboy bo'ladigan bo'lsa 65 ming so'mdan. Mayboshga keladigan bo'lsak, kelib o'tirib yeydigan bo'lsa 60 ming so'm, saboy bo'lsa 55 ming so'mdan. Sarıya tovuqdan. Sarıya tovuqdan xudo xolasa sarıya tovuqni skidga qo'yamiz 40 ming so'mdan. 40 ming so'mdan. 40 ming so'mdan. Kelib o'tirib yeydi 40 ming so'm, saboy oldiradi 45 ming so'm. Saboya kelsa 45 ming. Saboya 45 ming so'mdan. Xudo shukr, o'zi bir Shukur kafeda ochishdan maqsad uchun ochilgan endi. Ha, buni o'zi kelib chiqishidan qarasak, meni odim o'zi Xudo shukr. Ha, Xudo shukr. Xudo shukr. Xudo shukrni shukr olingan bunda. Shukr. Har bir narsaga shukr etib yashash kerak. Yeganingizga shukr, yetirganingizga shukr. To'g'ri. Hozir narsada hozirgi vaqtda shukr etmaydiganlar ham ko'payib ketganda. Har bir narsaga shukr etib yashash kerak. Maqsad shu. Shukr etish kerak. Tamam.